Hurmatli ustozlar, muhtaram mehmonlar, aziz ota-onalar va qadrli talabalar. Bugungi xatmona tadbirimizga kelganingiz uchun barchangizga tashakkur bildiramiz. Men bitiruvchi kurs talabasi sifatida barcha talabalar nomidan ustozlarimiz va ota-onalarimizga murojaat qilmoqchiman. Quyida aytmoqchi bo'lgan so'zlarim bu yerda turgan har bir talaba qalbining tubida joylashib, ifodalashga jur'at topa olmayotgan samimiy so'zlaridir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis muboraklarida ilm majlislarini jannat bog'lariga tenglashtirdilar. Bizni ana shunday jannat bog'ida ta'lim olishimizga sababchi bo'lgan aziz ota-onalarimiz, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Doimo bizlarni duogo'yimiz bo'lib yurishingizni Alloh taolodan so'raymiz. Yana duo qilib aytamizki, bizni ortimizda turib, bizdan ko'p chekkan mashaqqatlaringiz evaziga Robbim ikki dunyo saodati bilan siylasin. Ustozlarimizga yuzlanishlikdan avval shuni aytishim kerakki, meni bu yerga chiqib, ushbu so'zlarni aytishga undagan narsa biz talabalar shunga loyiqmiz degan tushuncha emas. Balki har safar xato qilganimizda bizni kechirib, halimlik bilan bizga qilgan muomalangizdir. Chunki 4 yil davomida bizga berilgan ushbu madrasa, bu yerda siz ustozlardan ta'lim olish kabi ne'matlarni qadriga yetmadik. Sizlarni ko'p bor ranjitdik, xatolar qildik. Lekin shu xatolarimizga qaramasdan har safar siz bizni kechirdingiz va to'g'ri yo'l ko'rsatdingiz. Bugun biz talabalar ana shu halimlik bilan bizga qilgan muomalangizdan kelib chiqib, umid bilan aytamizki, ustozlar, bizlarni kechiring. Tan olamiz ustoz, biz talabalar uchun fidoilik qilib, hayotingizdan voz kechib, halovatingizdan voz kechib boringizni bizga berdingiz. Biz esa bunga loyiq bo'la olmadik. Ammo baribir sizlarning duolaringiz va roziligingizdan umidimiz bor. Va bu umidni uyg'otadigan narsa yana o'sha sizlarning halimligingiz va bizga har doim ko'rsatib kelgan shafqatingizdir. Va aynan mana shu umid, yana bir bor aytamiz ustozlar, mana shu umid bilan bizlarni kechiring, bizlardan rozi bo'ling. Alloh taolodan sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, ilm yo'lida qilayotgan fidokorona mehnatlaringiz ajrini ko'paytirib berishini so'raymiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.